Gül bulur bustan, güzel dudar değil. Ya Rab bize asla Gülüm atringni sol. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar. Qarangki, kunlar tezkorlik bilan o'tib boryapti. Bugun yakshanba dam olish kuni kechasiga yetib keldik. O'sha damlar ko'rsatuvimizning navbatdagi dasturiga sizlarni taklif etamiz. Bugun ko'rsatuvimiz Dovudiy ovoz sohibi, serqirra ijodiyoti bilan el yurtga tanilgan sevimli xonanda haqida bo'ladi. Hay kim bir uni ishga yetti canlı sağır. Şiddeti bastı bilen kelgenden bulmaydı ağır. Oğlum icra tapmadım, bir dostu canan bir garaz. Oğlum icra tapmadım, bir dostu canan bir garaz. Ağlı himmet diyenim, so'ng buldu yalg'on bir garaz. Gece gündüz gözüm giriyor yoluna, bağcalıktı aydar rengi rüyuna. Gece gündüz gözüm giriyor yoluna, bağcalıktı aydar rengi rüyuna. Yılanı koyup koluna, gönlümü dağlayan şu gölgeledi. Çaman ambari, kayısı mekan serveri, Firuze yaptım saray, kayısı kan gevheri. Sana bende buluptur, hüsnü aleminde beri. Öleyin saldın kalbime, girme gözümden nari. Kimini sever yar, sen sullama iperi. Bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba, bana bir baba. Bilamanki tanidingiz, respublikada xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dovudiy ovoz sohibi Rahmatjon Qurbonov edilar. Aynan bugungi ko'rsatuvimiz mana shu insonga bag'ishlanadi. San'atkor, xalq hofizi, xonandamiz Xorazm voqasining o'g'loniga bag'ishlanadi. O'ylaymizki, hammamiz birgalikda eslaymiz, birgalikda xotirlaymiz. Rahmatjon Qurbonov o'zlari 1959-yilda 20-sentyabrda san'atkorlar oilasida tug'ilgan ekanlar. Otalari o'ta madaniyatli, o'ta bir san'atkor bo'lgan inson ekanlar. Yoshlik paytlardan Rahmatjon mumtoz ashulalarimizni sirlarini aynan otalaridan o'rgangan ekanlar. Xiva shahridagi bilim yurtini tugatgach, O'zbekiston Davlat konservatoriyasida o'qiganlar va o'zimizning juda taniqli darg'alarimiz Nasim Hoshimovdan, Halimafam Nosirovadan, Saodat afa Qobulovadan shu maqom yo'llarini, mumtoz ashulalarimiz yo'llarini, sirlarini shulardan o'rgangan ekanlar. Ular haqida ma'lumotlar bilan tanishganimda bir narsaga tushundimki, ularning birinchi ustozi Komiljon Otaniyozov bo'lgan ekan. 16 yoshlaridayoq ular bilan bir davralarga chiqib, to'ylarga borib,
ular bilan birga ishlab o'sha paytda xizmat qilib shu ashula usullarini o'rgangan ekanlar. Oilada 13 ta farzandmiz. 13 ta farzandmiz. Ustozni bir odati bor ediki, yetar yetmas oilalarni, mana shu bolajon oilalarni juda yaxshi ko'rardilar, u kishi. Mehr qo'yardilar. Qolaversa, otam ham o'zi san'atkor bo'lgandan keyin u kishiga shogird hisoblanib, u kishi bilan birgalikda 57-yilda kelib mana shu Toshkentda Xorazm ansamblida birga ishlaganlar. Ustoz bilan ko'p yillar birga ijod qilganlar. Endi bizning yoshligimizdan bizlarga mehr qo'yib, uyga kelib ketib bordik-keldimiz juda yaqin edi. Men yaxshi yigit bo'lib, aqlimni tanigan vaqtimda 75-yilda hatto shu Matyusov Qaratov bilim yurtiga o'qishga kirib student, ya'ni talaba bo'lgan vaqtimda u kishi olamdan o'tib qolganlar. 10 gachalik ko'p davralarda birga bo'lib, ko'p u kishini o'zlarini ashulalarini o'zlariga aytib berib, shogird ekanligimni o'zlariga bildirganman. Bugun yordam uchun yonimga respublikada xizmat ko'rsatgan artist To'lqinjon Jabborovni taklif etaman. Keling To'lqinjon. Xush ko'rdik sizni studiyamizda, ko'rsatuvimizda. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'lqinjon, yaxshimisiz, omonmisiz? Rahmat. Men birinchi so'zni O'zbekiston televideniyasining faxriylaridan biri, san'atshunos, musiqashunos deyman. Nuriddin aka Aminjonovga bermoqchiman. Nuriddin aka, suhbatga qo'shilsangiz. Assalomu alaykum. O'sha damlarni eslar ekanmiz-da. Albatta. 1979-yil O'zbekiston radiosida San'at saodatimdir degan radio konkurs boshlaganman. Juda ko'pchilik xonandalar shu konkurs orqali xalqqa tanilgan. Redaksiyamizga bir qiz eshik taqillatib kelib, meni chaqirdi. Chiqsam, San'at saodatimdir siz tayyorlaysizmi dedim. Ha, men tayyorlayman. Desam, men Xorazm televideniyasida ishlayman. Universitetda jurnalistika fakultetining sirtqi bo'limida o'qiyman. Sultonposhsha Yoqubovaman. Shu bizni televideniyada bir yigit chiqib xalqni ancha olqishiga sazovor bo'lyapti. Shuni San'at saodatimdir radio konkursida chiqarsa bo'ladimi? Chaqiring desam, Toshkentda ekan dedi. Ertasiga chaqirdi. Rahmatjon bilan tanishdik. Repertuarini qarasam, haligi Gullola, arzim eshit Gullola. Keyin ozarbayjoncha ay baribax baribax. Keyin Xorazm seygohi. Va tamburda iloji bo'lsa kuygayni aytaman dedi. Yaxshi. Studiyani oldik, yozdik, efirga berdik. Ishonasizmi, bir kunda 80 talab xat kelsa. Xat o'qib charchayapman. Hatto Ozarbayjondan o'sha yerda xizmat qilayotgan o'zbek askarlaridan xat keldi-da. Rahmatjon unda o'sha Urganchda o'sha musiqa bilim yurtining 3-kursida o'qiydigan payti edi. 1 yildan keyin Toshkentga kelib konservatoriyaga o'qishga kirdi. Aloqamiz yaxshi, har kun har 2 kunda ko'rishib turamiz. Menga iltimos qildiki, shu katta ashulalarni bir o'rganmoqchiman deb, o'sha Farg'ona Toshkent yo'llaridagi katta ashulalarni jamlab radiodagilarni yozib berdim. Shu katta ashulalarga mehr qo'ydi, aytdi ham uni. Seni leyli yüren adik, seni leyli yüren adik, acayip dilrabadirler. Benim Mecnun şeydadik, köyünde bir gedadirler. Gece gündüz eşiğinde Fuğanın ağlalar kılsam, ki her kendine kılsam,
Rahmatjon Qurbonov haqida qancha gapirsak ham ozlik qiladi deb o'ylayman. Nima uchun deganda boshqa bir yigitga 2 marta hayot berilganda ham Rahmatjon qilib ketgandek ishlarni qila olmasa kerak deb o'ylayman. Bu qo'shiqchilik sohasidami, ashulachilik sohasidami, ruboiylar deymizmi, san'atnoma kitoblarini deymizmi? San'atni o'zini oladigan bo'lsak, men o'zimning fikrim Rahmatjon kuylagandek hozir hech kim kuylamayapti. Bilmadim bundan keyin hali qanchada biz eshita olamizmi, yo'qmi bunaqa hofizni. Endi Rahmatjonni men talabalik paytimizdan bilaman. Birinchi kursga kelgan paytidan bilaman. Men bir 2 kurs balandroq o'qiganman. Bitta xonada yashaganmiz. Juda ham bir ruschada aytganda rejim deymiz-ku. Shunaqa yigit edi, haligi ertalab quyosh chiqqancha uxlamas edi hech qachon. Vaqtli uyg'onib, hali zaryadka deymiz, keyin choylarni qo'yib, men jahlim ham chiqardi. Soat 5 da uyg'otadi. 5 da tur zaryadka qilamiz, tur. Qo'ysangchi zaryadkani uxlab olish kerak. Yo'q, qo'ymay baribir uyg'otardi-da, keyin ozgina zaryadka qilib choy ichgandan keyin ana endi pianinoga o'tir, raspevka qilamiz derdi. Ertalab hali ovoz uyg'onmay turib, yuqori notalar si, do, re, men chalib nima qilaman, ovoz jaranglab ketaverardi. Keyin yana chalaver. Bo'ldi, to'xta derdim. Boshqa chalish yo'q, ertalabdan hali ovoz yaxshi uyg'onmagan, organizm uyg'onmagan. Bilaman, meni ham ayta olasan, fani ham. Bu keyinroq 1 soat 2 soatdan keyin derdimda, bo'pti. Endi san derdi. Endi keyin men turib, men raspevka qilardim, o'chalardi. Shunaqa qilib men aytardim, "Sani ovozing rezinka" derdim. Ovoz rezinka, chegarasi yo'q-da. Shu chiqib ketaveradi. Keyin undan tashqari haligi baland pardani oladigan hofizlar bor. Hozir ham bor. Doni, reni, meni ham oladiganlar bor. O'shani mana tembri chiroyi bo'lish kerak. Ovoz tembrini chiroyi, shira deymiz. Bu Allohdan berilgan inom ashulachiga. Mana shu ovozi tembri, ovozi shirasi mana shu Rahmatjonda bo'lardi. Kayıkçı kim bir kuru işke yetti canlı sağır. Şiddeti bastı belalar kelgenden bulmaydı ağır. Biz Rahmatjon Qurbonovni Xorazm vohasining o'g'loni dedik. Lekin yana bir inson mehmon bo'lib kelganlar Xorazm vohasining qizlari desak ham bo'ladi. Respublikada xizmat ko'rsatgan artist Sulton Podshoxon O'dayeva. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Rahmatjonni mana shogirdlari, ustozlari ham desak bo'ladi. Rahmatjon endi mendan 3-4 yosh kichkina. Lekin baribir men Rahmatjonni meni shogirdim demayman, ustozim deyman. Chunki Rahmatjon bilan birga ishlaganmiz Lazgi ansamblida. Ko'p narsalarni o'rganganman. Mana shu klassik qo'shiqlarimni qaytadan yozganman. Rahmatjondan eshitgandan keyin o'zimni oldingi yozganimdan ko'nglim to'lmay boshqadan yozganman. O'zi men 83-yildan 93-yilgacha maktabda ishlaganman. O'sha maktabda ishlagan davrimda baribir kanikul paytlarida men borib radio komitetga borib bastakorlar bilan ishlab qo'shiqlar yozardim.
televideniyeden yarım saatlik konsertler berip turardım. Şu konsertlerde ko'rib qolib meni shu ansamblga taklif qilishga nima qildi? Taklif qildi, telefon qilib, "Opajon, keling birga ishlaylik, Lazgi ansamblga keraksiz. Siz biz bilan ishlang" deb, keyin men o'zi maktabda baribir kallamda ashula turardi-da endi. Shu bilan tez keldim. Rahmonjon meni ishga oldi. Birozdan keyin O'lmasak ham keldi, Saidjonov shu yerga rahbar bo'lib bizga. Shu O'lmasak ham Rahmonjon hammamiz ishlaganmiz Lazgi ansamblda. Rahmonjon bilan gastrollarga borganmiz. Xonadonlarda ko'p mehmon bo'lganmiz, juda mehmondo'st. Rahmonjon mard, bir so'zli yigit edi. O'zini ishini ustasi. Eng asosiysi Rahmonjon juda ham ilmli san'atkor edi, ilmli. Chunki mana hozir to'g'risini aytishim kerak, hamma klassik qo'shiqlarni lug'atlarni yodlagan. Lug'atlarni yodlab, tarjima qilib aytib berardi. Klassik qo'shiqlarda mana shu yerda nima degan ekan deb biza o'ylardik ozgina, lekin Rahmonjon hammasini bilardi. Shuning uchun ilmli san'atkor demoqchiman. Ham ilmli san'atkor, ovoz diapazoni ham keng, baland, chiroyli ovoz egasi, yaxshi sozanda, xonanda, bastakor, shoir edilar. Juda ham ko'p faxrlansak arziydi. Rahmatjon bilan juda qirralari ko'p, yaxshi qirralari. Men juda ham xursandman, baxtliman. Shu bilmaganlarim masalan Rahmatjonning klassik qo'shiqlarda ijrosi, so'zlari haqida o'rgandim. Birga ishladik. Men 20 yildan ko'p filarmoniyada ishladim. Rahmatjon chaqirib oldi, shu bilan qolib ketdim shu yerda. Bu juda ham yaxshi bo'ldi. Juda bir katta yaxshilikda endi men uchun. Yeter doğrum kılgenleriz, ya üstümden külgenleriz, yapa ustam kılgenleriz. Yüreğinizde hoştan mı ayting, yüreğinizde hoştan mı ayting, yapa ustam kılgenleriz. Yüreğinizde hoştan mı ayting, yüreğinizde hoştan mı ayting. Yeter bağrım tilgenleringiz, göğsümden külgenleringiz, cefastan kılgenleringiz, yüreğiniz taştan ayting, yüreğiniz taştan ayting. Sizsiz bana bu dünya tadım, yolunuza gözlerim zadım, sınavdayım çeker bakay, yüreğiniz taştan ayting, yüreğiniz taştan ayting. Sınavdayım çeker bakay, yüreğiniz taştan ayting, yüreğiniz taştan ayting.
Yüreğiniz taştan ayting Yüreksiz ey pervayı felek Yüreğiniz taştan ayting Yüreğiniz taştan ayting Tutkuç vermez kayser dünya Dertli yanıp ayter dünya Bilip koyun kaytar dünya Yüreğiniz taştan ayting Yüreğiniz taştan ayting Bilip koyun kaytar dünya Yüreğiniz taştan ayting Yüreğiniz taştan ayting 1983 yılı Respublika yosh maqom ijrochilarini ko'rik konkursi bo'lib o'tdi. Konservatoriyani eski zalida, katta zalida. Men o'sha ko'rsatuvni efirga uzatgan redaktorlardan bittasi bo'laman. Mana shu yerda Rahmatjonga qay vaqt Davudiy ovoz sohibi degan diplom berilganligini guvohi bo'lganman. Diplomga yozilgan 10 имеет голос Davudiy deb. Ruscha yozilgan diplomda. Operatorlarga men yirik planda oldirtirganman buni. Tirikligine g'animat et o'zimni So'ngra izlab topa olmaysan izimni Tirikligine g'animat et o'zimni Tirikligine g'animat et o'zimni So'ngra izlab topa olmaysan izimni So'ngra izlab topa olmaysan izimni Sulaymon Taxalov degan professorimiz bo'lardilar. Mana shu kishi hech esimdan chiqmaydi. Men jugit tilini bilgan emasman, yahudiy tilini. Boruq ota Adanoy degan duosi bor ekan, bularni ana shu duoni aytib turganlarda men kirgan. Domla Sulaymon nima o'qidingiz desam, men tilovat qildim chunki bu yigitda men Davudiy ovoz ko'rdim. Davudiy ovozni o'z quloqim bilan eshitdim, tingladim. Shuning uchun biz bunga Davudiy ovoz sohibi degan taxallus berdik degan gaplarni men o'qidim. Har bir kasb pir ustozi bo'lgandek, Davud payg'ambar o'zi chilangarlar, temirchilarni ustozi, pirlari bo'lganlar. Hammamiz bilamiz bu narsani. Lekin Alloh tomonidan bu kishiga shiralik, aynan nozik, jozibalik pardasi yo'q ovoz bergan ekan. Ana shu maqomchilar ko'rigida Rahmatjon Qurbonov shu nomni olgan. Shuning uchun ba'zi bir joyda aytishadi, xalq artisti nomini bermadi, unvon ber. Unvonni o'sha paytda 83-yil olib qo'ydi-yu unvonni. Ko'rgizib jamolingni ko'nglim yetmaydi ish. Ko'rgizib jamolingni ko'nglim yetmaydi ish. Söz yok niçine endi ya aylasın apşanay mağlat aylasın apşanay mağlat Hürmette buluşa desen tatlı zamandan Dilbayı bana yaşıdım Kırma yüzünüz imdik temanna yaşıdım Mana bugun Xorazmdan, Xivani o'zidan kelgan mehmonlar bor. Marhamat. Xivadan kelgan mana ustozimizni ko'p yillardan bana
shogirdi bo'lib, shu maktabni davomchilaridan bugungi kunda o'zlari ham ustoz darajasida, ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan akam Matyoqubov shu yerdalar. Hozir o'tirib, o'ylanib o'tiribman, men ustoz shu Xorazm san'atida juda bir katta iz qoldirib ketgan bir ustoz san'atkor hisoblanadi. Endi bizlar shu ustoz bilan men 91-yillarda shu ustoz shogird turgan bo'lsam, shu oranda bir bizlar ham bilinmaganlar, shu bir ustoz shogird xuddi bir akamiz deyin shunda ko'rishganda, lekin shunday bir buyuk odamga ustoz bo'lganimizni, ustozni olamdan o'tgandan keyin bilib o'tiribmiz bu narsani. Ustozni dadalari bilan dadalarimiz birga o'qiganlar. Bizlar ham shu 12 farzand bo'lganmiz, bir mahallada yashaganmiz, bir mahallada tug'ilganmiz. Bizani opalarimiz bilan ko'plari bir klassda o'qigan. Mana ustozni kenja ukasi Shehnazar bilan bizda ham musiqalniy shkolada, maktabda, ham Matyusov Xaradovda 9 yil birga o'qiganmiz. Endi oilaviy yaqinligimiz ham bor. Qolaversa, Shehnazar yodingda bo'lsa, mana shu birga o'qib yurgan paytimiz Rahmatjon Qurbonov 82-yilda uylanganmilar, ustoz. Shu biza 83-82larda uylangan vaqtda biza shkolada o'qigan vaqtimiz. Shunda og'am o'ylayapti degan vaqtda men Rahmatjon Qurbonovni to'yina borib, shu yosh bolalardan cheta chiqib, shu san'atkorlarni ko'rib turganman, baxtli insonman-da. Shunda ustozni shu paytida mehrim tushgan shu odamlar, oilasini, shu odamlar san'atini. Qolaversa, ustoz nishab yursa, hayotda sochini nishab qo'ysa, shunga harakat qilganmiz biza. Bizda borgan yerda o'zlarimizni unutib, Rahmatjon Qurbonov bo'lamiz deb ashula aytganmiz. Ustozni ko'p qirrali san'atkor. Bu nafaqat Xorazm san'atida o'zini o'rnini qo'yib ketgan. Toshkent, Farg'ona yo'llarini, Buxoro shashmaqomlarni, Nasrullohni aytgan paytlarida bunday ijro o'zidan keyin ijro qiladigan hali men eshitmadim, bundan keyin ham eshitmasak kerak. Endi Farg'ona yo'lida katta ashulalarni ijro qilganimda bu ovoz nedan kelgan? Ben oturup hozir ham faqat uyda o'tirsam ham, mashinam minsam ham faqat Rahmatjon Qurbonovni eshitaman. Boshqa narsani eshitsak bo'lib ko'raman, yana o'zimga singmaydi shu narsa. Yana shu Rahmatjon Qurbonovni eshitaman, boshqa bir dunyoga ketaman. Ilohim ustozi joylari jannatda bo'lsin. Bizlar shunday ustozlar shogird bo'lganman, men o'ta hayotda bir baxtli insonman. Nazından aman aman, gel yanıma gel beri. Nazından aman aman, yüze küteryen peri. Nazından aman aman, gel yanıma gel beri. Nazından aman aman.
küter yemperi nazından aman aman gel yanıma gel beri nazından aman aman güze küter yemperi nazından aman aman gel yanıma gel beri nazından aman aman Dilinde taktın var, dilinden yaktın var. Dilinde taktın var, dilinden yaktın var. Güze tola baktın var, nazından aman aman. Güze tola baktın var, yay nazından aman aman. Güze küter yemperi, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Güze küter yemperi, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Mayıl buldum esline, zatı eslin esline. Mayıl buldum esline, zatı eslin esline. Güze tutkan destine, nazından aman aman. Güze tutkan destine, yay nazından aman aman. Güze küter yemperi, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Güze küter yemperi, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Nazından aman aman. To'qimjon, endi bilaman bugun mana ular bilan yonma yon yashagan, ularni yaxshi tanigan do'stlari tashrif buyurishgan. Albatta. O'zingiz birin-ketin tanishtirib borsangiz, so'z bersangiz. Mayli keling, bo'lmasam mana tibbiyot fanlari doktori, professor, ustozimizni qadrdon do'sti, ko'p shu kishi bilan ham suhbat bo'lib, ko'p davralarda biz o'zimiz ham guvohimiz. Ko'p davralarda shu kishiga alohida e'tibor qilganlarni guvohimiz. Shuhrat aka To'xtayevich o'tiribdilar. So'z navbatini Shuhrat akamga bersak. Bu inson shunaqangi bir keng tafakkurga, keng dunyoqarashga ega bo'lgan inson ediki, bu bilan suhbat qurgan kishi albatta yana qaytib suhbat qurishni xohlardi. Bir suhbat qurgan odam o'tirib boshqa narsani bir zarur ishi bo'lsa ham agar esdan chiqarib yuborardi. U odam suhbatdoshini o'zini aurasiga kirita olardi. Buni meditsina tili bilan gipnoz ham deydi. Bir umr esga qoladigan suhbat bo'lishi mumkin edi. Rahmatjon Qurbonov qayerga bormasin, davrani, bo'layotgan voqea, hodisani baholab bilardi va shunga qarab gapirardi va shunga qarab ashula aytardi. Mos holda ashula aytardi. U kishi bilan juda ko'p suhbat qilganmiz. Bir kuni dala hovlisida o'tiribmiz, tonggacha suhbat qilgan vaqtlarimiz bo'lgan. Kech soat 1-2lar. Shuhrat To'xtayevich, siz tibbiyot xodimisiz. Musiqaga qanday qaraysiz degan fikrni, savolni berdi. Musiqani, ayniqsa mumtoz musiqiy asarlarni men insonni hayotiga o'xshataman. Qani deb turdi u kishi. Inson dunyoga keladi. Chaqaloq yig'lab tug'iladi. Har bir mumtoz milliy ashula asari ham aksariyat hollarda baland kuy bilan, musiqa bilan va baland ovoz jo'rligida baland aytiladi-da, keyin sokinlashib davom etadi. Har bir insonni hayotida o'zining yuksaklik davri bo'ladi. Jismoniy jihatdan, ong jihatidan, aqliy jihatdan, ijod tomonidan eng yuksaklikka yetgan davri bo'ladi.
Musiqada esa men bu narsani avj parda bilan taqqoslayman. Avj pardaga chiqib, keyin esa asta sekinlik bilan hamma narsani ham yakuni hech narsa mangu abadiy bo'lmaganidek musiqa asta sekinlik bilan tugab sokinlikka tugaydi. Shu narsani aytganimda Rahmatjon Qurbonov chehrasida shunaqangi bir quvonch paydo bo'ldi, shunaqangi bir nur yog'ilib turibdi, kuldilarda qarab turib, cho'ntaklaridan ro'molchani oldida u kishi menga qarab, mana shu ro'molcha shu narsani chiqardi. Xulosani qarang-da endi. Bu nima dedilar? Endi bu menga tanish. Men aytdim, bu yurakni urushi desam agar, ha, yashang. Aslida musiqani boshlanish usullari ham inson yuragini urushidan olingan. Shuning uchun ham siz shuni to'g'ri o'xshatdingiz degan bahoni berdi. Aman ey aman Asirem bin amayem bir gesem giriptan aram aman Ömrümde gezmerem gül zarsaydı Besli bahar istemerem bülbül olmasa Gül zarsayı neylerem bülbül olmasa Aman aman bulsun amalı bulat malsız bulmaz aman ay aman Bugün juda ulug' insonni eslayapmiz. Men u kishi bilan 77-yil tanishganman. Men maktabda o'qib yurgan paytim dadamiz Xivada ishlardilar. Shunda Rahmatjon akani akalari Atanazar uyga olib keldi. Ha desam, bu dedi hofizlarda Toshkentga uzatmasak, filarmoniya o'qishga kelsa ketib boratar ekanlar. Shunda tanishganmiz. Keyin davrlar o'tib, men ham student bo'lib keldim. Juda nozik tabiiy inson edilar. Ko'pchilik holatlarda biz yana Madaniyat vazirligi bilan maqom tanlovlarini tasvirga olish jarayonini biz televideniyamiz olgan. Shu yerda ssenariylarni yozganda o'sha kishi bevosita tahlil qilib, hammasini o'rniga qilib to'g'rilab berardi-da, hakamlar raischilik qilardi. Shu tanlov qatnashchilarini bittasiga ham yomon gapirmagan, hammasiga yaxshi so'z bilan yo'lga savorgan, hammasiga fotiha bergan. Hali u san'atkor bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hali birinchi marta qo'liga tor oladimi, yo'qmi? Uni ovoz to'g'ri kelyaptimi? Hammasiga yaxshi yo'l tilaverardi. Bittasini ham "Ey, bo'lmaysan, chiq" degan joyi bo'lmagan. Ustozimni mana Ravshanbek Matyakov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist xonadoniga borgan paytlari biza shogird bo'lib ustozga xizmat qilar edik. Shundan ustoz to'ylarında, tug'ilgan kunlarida, har bir tadbirlarında ustoz bosh qash bo'lib turardi ustozligida. Men xizmatlarini qilib uni ustozni nazaridan tushganman menda. Keyin vaqt o'tib voyaga yetdik, katta bo'ldik, ulg'aydik, ustozim ham meni mahallama ko'chib bordi. Bir kuni mashinada borayotir edik, xushchak chalib borar edi. Ustozni eng yaxshi ko'rgan dam olib, miyasi dam olar edi. Bir kun borib, "Mirzovoy" dedi, "Qozog'istonga yaxshi borib keldingmi?" dedi. "Qalay bo'ldi?" dedi. "Zo'r ustoz, rahmat" dedim. Men faxrlanib ketdim da, "Ustoz, sen shu Qozog'iston, Tojikiston taraflari to'ylara borgansan" dedim. Keyin durib turdan, "Ha, borganman" dedi. "Va shu do'stlar, nimalar, muxlislaringiz ko'psitamanda" dedim. "Men" dedi, "Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qoraqalpoq, O'zbekiston" dedi, "girmagan qishlog'im yo'q meni" dedi.
girmeyen kışlağım, dostlarım şöyle dedi. Dum köp bana dedi. Ki fakirlanıp gittim ustazın. Şundan bir hiç kim aytmaydı. Ben falan yere barıp gelmem, isteyen etkenmem diyemez. Menden faydalanıp kaldıydı. Ben düşünmez edim. Şimdi hazır kadrına etmiş şu geplerini. Menden faydalansan neme gerek olsa dedi. Öyün yanımda dedi, bar dedi. Nao dedi, koşkur yenecek misin? Meni vaxtımı taptan dedi, şu dedi. Ne o gerek olsa ürgenip al menden de şundan bir bağrı keyin, bir yakşı görüyen adamına canına verer de. Saçlarını ayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını ayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Gece gündüz gözüm gidiyor yoluna, bağ gelipti aydar rengi rüyuna. Gece gündüz gözüm gidiyor yoluna, bağ gelipti aydar rengi rüyuna. Kinalanı koyup bu koluna, gönlümünü dağlayan şu kız geledi. Kinalanı koyup bu koluna, gönlümünü dağlayan şu kız geledi. Saçlarını ayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bağcalıptı aydan rengi rüyuna. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bağcalıptı aydan rengi rüyuna. Kinalanı yakıp ruhu koluna, köylümde dağlagan şu kız geledi. Kinalanı yakıp ruhu koluna, köylümde dağlagan şu kız geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Sanat desa u kishini hamma narsadan kechardi sanat degan payti. Ben bir yili Rossiyadan Mosfilm suratga olish uchun Omar Hayyomni Proritsatelь degan filmini suratga olish uchun Xivaga keldim. Bizga iltimos qilishdi, yordam beringlar deb televideniyadan yordam berdik. Ularni jarayonlarini qarasam, butun
eski davrni kostyumlarini olib kelishibdi. Shunda san'atkorlarni yig'dikda shu kiyimlarni eski Omar Hayyom davridagi kiyimlarni kiyg'izdikda o'tirib Firuzxonni qabulida bo'lganda Firuzxon deb Rahmatjon akam tanladik. Rahmatjon aka bormasangiz bo'lmaydi. Men qanday olib borasanman deydi. Rahmatjon aka bormasangiz bo'lmaydi. Endi bu san'atkorlar siz darg'asiz, bularga bosh bo'lib turibsiz, boshqa qilib turibsiz. Keling bo'lmasak desam ahvol endi yara toshib ketgan, badaniga o'tira olmaydilar hamda. Undan keyin men aytdim bormasangiz bo'lmaydi deb men ssenariyni ko'rsatdim. To'xtadi, bormasam bo'lmas ekan dedi. Kiyintirdik, soqollar qistildik, grim qildik, boshqa qildik, chiqdik. Shu paytda To'lqinjon yoningizda o'tirgan. Chiqib bir suvara boshladingmi, shetding? Suvara boshladim, shunda qo'lni ko'tardilar-da. Lekin shart qo'ydi. Men boraman, o'tiraman, lekin ashula aytmayman dedi. Ahvolim bo'lmaydi dedi. Xo'p dedim. Shunda qo'lni ko'tardilar, to'xtadilar-da, to'xtatdilar-da. Shu ashulani savol beribsan, nima aytyapsan deb ssenariyda yo'q bu gap. To'xtatib so'zlarini nimaiki aytsak, shu ayta og'zingdan chiqadigan gapni egasi bo'l deb o'git beradilar. Maslahat berib, boshqa qilib, ana shuni aytaman-da, u kasal bo'lishiga, boshqa bo'lishiga qaramasdan borardi. Bu kuylayotgan asaringiz qaysi asar? Bu ros maqomining talqini. Mumkin bo'lsa mana shu kuylayotgan asaringizni qaysi shoir qalamiga mansub ekanligini aytib bersangiz. Bu asar Hazrati Navoiy qalamiga mansub. Xo'p, bo'lmasam shu asarga bir quloq tuting. Men kuylab beray. Ma'qul ustoz. Ko'nglim o'rtansun agar g'ayri g'afar va aylasa ko'nglim o'rtansun agar g'ayring g'afar va aylasa har ko'ngil ham kim seni shavqingni paydo aylasin. Betob bo'lib qolib, Taxtapildagi shifoxonaga tushib qoldi. U paytda meni Zaporojim bor, peshindan keyin ishdan ketyapib kiraman. Gaplashib o'tiramizda, hovliga aylanib chiqib, birdan mashina oldikanda o'tir deyman, o'tiradi, uyga olib ketaman. U yoq uyim yaqin, bir 4 kilometr u yoq. Uyga borganda nima ovqat qildiray? Sam aka tarvuz bo'lsa bo'ldi. Chunki u sariq kasal bo'lganda. Tarvuz bo'lsa, bitta tarvuzni so'yib yeb, aka toringizni bering, bir xumordan chiqay deb torda olib, bir 4 ta ashulani aytib xumordan chiqadi. Da keyin aka olib borib qo'ying, birortasi kelsa, balinsida yo'q ekan, qochib ketdi degan gap bo'lmasin deydi. Balinsiga olib kelib qo'yaman. Şak 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 buldağına, şak buldağın bayrağına. Şak 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 buldağına, şak buldağın karmağına. Beni görsen bu ahvalda, sensiz kalsam gözüm yolda. Beni görsen bu ahvalda, da sensiz
takma perde afflekli kullarından. Ay yüzüye takma perde afflekli kullarından. Şak 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 şakılarına, şarkıların hayranına. Şak 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 şakılarına, şarkıların hayranına. Şak 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 şakıldakının
mani kasbim garchi huquqshunos bo'lsa-da, lekin san'atkor sifatida Rahmatjon akani muxlisi bo'lganmiz va shuni natijasida u kishi bilan yaqin bo'lib do'st bo'lganmiz. Rahmatjon akani juda ajoyib xususiyatlari to'g'risida gapirishdi. Boshqalarga o'xshamaydigan bitta xususiyatlarini aytmoqchiman. San'atkor sifatida hozir to'g'ri ta'kidlandi. Mana shu aytiladigan ashulalarni vujudga kelish tarixini u kishi chuqur o'rganardi. Rahmatjon aka adabiyotni turli janrlarda ijod qilgan. Ruboiylar ham yozgan, she'rlar yozgan, publisistik asarlar yozgan, pyesalar yozgan va shu bilan bir qatorda musiqiy asarlarni ham yozgan olim va ijodkor bo'lib hisoblanadi. Men o'ylayman, O'zbekiston madaniyati tarixida chuqur iz qoldirgan Rahmatjon aka. Bitta masalada fikrlarini aytib ketmoqchiman. Shuhrat To'xtayevich guvohlar. Bir g'oya kelib qoldi, shu Buxoroni pirlarini yaratgan asarlarini musiqa chalish yo'li bilan ijro qilish bo'yicha bir ssenariy yaratishga qo'l urildi. Rahmatli Jamol Kamol boshchiliklarida bu ssenariy tayyorlandi. Keyin Rahmatjon akaga shuni Rahmatjon aka ijro qilib berishni sizdan so'rashyapti. Biz ham shuni xohlayapmiz desam, mayli kitoblarini qoldiring, asarlarni qoldiring, men o'rganib chiqay dedilar. Bir kun ancha vaqt o'tgandan keyin Ilhomboy bir keling bu yoqqa dedi. Borsam, u kishi aytdi, "Men bu g'azallarni Suvoraga ham solib ko'rdim. Buni rezga ham solib ko'rdim. Juda chiroyli chiqyapti. Lekin bilasizmi, bu Buxoro Shashmaqomi yo'lida aytilishi kerak. Men buni aytaman jonim bilan, lekin buni umri 100 yil bo'lishi mumkin, 200 yil bo'lishi mumkin. Lekin Buxoro Shashmaqomi yo'lida agar bu ijro qilinsa, bu asar juda uzoq yillarga ketadi. Shu uchun rad qilish ma'nosida tushunmang. Bu asarni yaxshi chiqish ma'nosida tushuning deganlar. Men o'shanda boshida tushunmaganman. Hozir endi bilyapmanki, Rahmatjon aka mana shu asarlarni yaxshi chiqishi uchun hatto o'zini ma'lum bir ijoddan tiyib turishga ham qodir inson bo'lgan. Joylari jannatda bo'lsin, sog' bo'linglar. Ustozni askiya bo'yicha ham endi bizada Xorazmda yuring deydi. Bormidi fe'llarida? Juda bir askiyani joyiga qo'yadigan insonlarda, hazil huzulni ham joyiga qo'yib, askiyalarni ham joyiga qo'yadigan insonlarda. Mana isbotini hozir ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ha, marhamat. Bo'yicha. Birgalikda tomosha qilamiz. Endi nomi chiqqan san'atkorlar ayniqsa u yoqqa bu yoqqa borsa, masalan, gastrollarga borasiz yo to'ylarga borib qolasiz. Shu to'ylarda bir shogirdlar yoki bo'lmasa g'oyibona shogirdlar kelib, shu o'zini ko'rsatishkisi yoki bo'lmasa siz bilan gaplashishkisi yoki bo'lmasa bir yaqindan tanishishkisi, gaplashib o'tirgisi keladi-da endi. Ortiq akam, Ortiq Atajonov bilasiz, bir joyga borganlar. Ko'p yillar ishlaganlar. Ko'p yillar mana shu Lajgida rahbar bo'lganlar. Shu bir joyga borganlar, bir g'oyib shogirdi, g'oyibona bir shogirdi kelib shu torini ko'rsatib, Ortiq aka, mana shu torimni juda ko'p maqtashyapti, lekin juda yaxshi tor, qo'limga tushadi deydi kim chalsa ham. Siz ham bir shu torimni ko'rib bering. Shu qo'lingiz tegsin, shu ustozning qo'li tekkanda men ham chalib beraman shuni niyat qilib deb torini ko'rsatibdi. Ham shu torimga bir baho bering, o'zingiz bir chalib ko'ringda shu bahosini o'zingiz bering debdi-da. Da torini beribdi. Ortiq aka chalib ko'ribdilar-da torini. Bu yog'ini ko'rib, bu yog'ini ko'rib. Tor endi shu bu qorni bilan dastasini almashtirsa juda yaxshi tor ekan. To'yga bordi-da. Yanida Ivot aka, Xudo rahmat qilsin, Ivot aka degan Ibodulla aka degan doirachisi bo'lar edi-da. Ivot aka deradilar, u kishi Ivot bola deradilar. U kishi shu 67-68-yillarda bir sovuq bo'ldi, juda qattiq sovuq bo'ldi. Xorazmda endi Orolni to'la vaqti juda qattiq sovuq bo'lar edi-da. Amudaryodan gruzovoy mashinalar ustida yuki bilan muzning ustidan 4 kil tomonga o'tar edi-da. Yuk mashinalar. Yuk mashinalar ustida yuki bilan o'tar edi. Muz shunda ham o'ylab ketmas edi-da, ko'tarar edi.
shunday darajada sovuq bo'lganda. Shunda bir joyga to'yga borganlar, usta yanida endi vaqtda doirachi bilan shu ashulachi ikkovi tor doira bo'lganda, tor doira bilan aytganlar usta ko'p. Shunda davrani o'tirib, qur qilib, unda samonlarni yayib, odamlar qur qilib o'tirardi-da oldin. Qur daradi uni. Samonning ustida o'tirib, shu ashula eshitadilar. Mikrofon yo'q, boshqasi yo'q vaqtda. Aylanib, usta bilan ikkovi ashula aytib, davrani aylanib yurgan ekan, shunda avjiga kelganda shu og'zingni ochding, o'pkangni oladi deydi-da sovuq. Juda qattiq sovuq bo'lganda. Shunda usta endi xalq yig'ilgan, ashula aytmasa bo'lmaydi. Shu og'izni ochish kerak. Uning uchun og'izni ochish kerak. Endi shu ashula aytib kelaverib, shu avjiga kelgan vaqtda endi Xorazm ashulalarida ko'pincha hang bo'ladi-yu. Deb hang qiladi. O'sha joyga kelgan vaqtda usta bir amallab shu hangni avjini olgan. Ivotaka to'xtab qolgan. Aytmaganda o'sha joyda. Hamnafas bo'lgan, ha? Hamnafas bo'lgan, ikkovi qo'shilib aytar ekanlar-da. Ivotaka aytmagan. Keyin usta pauza berib turib, "Ivot, ayt axir" debdi-da. Doirani chalib, "Kamiljon, menga shu avjini puli kerak emas. Avjini puli." Men ham ustozimizga yoshlikdan, bolalik paytimdan ko'ngil qo'yganman. Bunga bizlarning oilaviy muhitimiz sababchi bo'lgan. Meni dadam avvalambor ustozni jondan sevib, tinglab, ustozni eng yaxshi ko'radigan shinavandalardan birisi bo'lgani ustozlarimiz ham biladi. To'lqin ustozina, Sheyxnazar ustoz. Qolaversa ustoz bilan men endi eng yaqin paytlari shu filarmoniyaga 2019-yilda Xorazmga kelgan paytlarini aytsam, shu filarmoniyada ish jarayoni boshlangandan keyin bizlarni ishga olib ustoz keyin har bir xodimlarına yordami, o'zini ijod namunalarini o'rgatib boshlagandan keyin shaxsan men o'zima sen shunda yuraverasan menda bir konsert qilasan. Men sana konsert qilib beraman. Filarmoniya nomidan Xorazm bo'ylab konsert qilib qo'yib chiqasan. Xudo xolasa chiroyli bir yutuqlarga erishasan. Tayyorgarligingni ko'r deb menga ustoz shu vaqtda bir turtki berdilar. Keyin Xorazm bo'ylab konsert dasturlarini qilib chiqdim. Filarmoniya nomidan ustozning yordamlari bilan shu konsert bir chiroyli, zo'r konsert bo'lib o'tdi. Ustozni har bir o'zini shu ishdagi, qo'lindagi ishlab turgan o'zini shogirdlari shurdagi har bir xodimlarga bo'lgan mehri bo'lakchadi, yordamlari bo'lakchadi. Bir qiziqarli bir voqea bo'ladi. Men har zaman ustozni bir ovozimdan foydalanib bir hazillashib qo'yib yurgan odatim bordan. Taqlid qilib ustozga endi yoshligimizdan, bolalik paytimizdan ustozni shu aynaga qarab bugun ustoz ibi chiqishında mindab turib aytdi, bugun mindab turib aytdi, mindan qilib avj oldi deb aynaga qarab shu zabizni ko'rgandan keyin videosini ko'zlagan to'yda ko'rsak, uya to'yga kelganlarida o'zlarimizning oilamizga shuni keyin aynaga qarab tayyorlanib yurgani bilgandim-da. Keyin bir kuni ishda bir endi ismini aytmayman, bir xodimga telefon qildim. Usta ichanda o'tiradi. Endi bir zaman sal tanaffus bo'ldi. Assalomu alaykum dedim. Keyin "Va alaykum assalom, ustoz yaxshimisiz, nechsiz?" Abi ishda ko'rmay turibsan. Ay ishsan yaqinda bormiz-ku. Davlatning ishi bo'lsa bu. Ammo kelib o'tirgan bo'lsam bu yerga. Dedimdan telefonni qo'ydim. Eshikning oldida poyada turardim. Shoshib pishib shu yuragi yorilib keldi. Xizmati bor ekan u xodimlar. İçana yugurib qo'yatir, qarasam yugurib ichkariga kirib qo'yatir. To'xtam dedim. Ha nere desa, "Ey usta, bir ruxsat olib ketchakman, xizmatim bor edi. Oqshom ham kelmadim, o'tgan kun ham kelmadim ishga." Shuna usta sal telefon urib gapirib qo'ydi dedilar. During dedim. Men hazillashdim sizga dedim, usta bo'lib dedim. Usta yana girib aytsak, "Men sana qachon telefon qildim?" desak, kella ketadi-ku keyin. Istiqlol omon qoldingizmi keyin? Keyin Istiqlol san'at saroyida ustozni konsert dasturi bo'ldi.
oxirgi konsert dasturlari edi. Shu yerdan keyin shu yomonlab aytib berdilar. Keyin qani bir eshitali dedi. Shu yerdan chiqib qachcha qoldim, yo'q, qani beraga bir eshitalik deb yana usta keyin bir ozgina bir o'xshatcha qilib ozgina bir so'zlab qo'ydim-da. Endi birinchidan har zamon deb bir so'zlajak bo'ldim. Menga qarab birinchidan hali men hayotman. Ikkinchidan o'zing bo'l, tushundingmi dedi. Shunday bir ustoz bilan yaqin farzandidim bo'lib qoldik. Ilohim, shuningdek ustozni shogirdi bo'lganimdan mingdan ming faxrlanaman. Ilohim joylari jannatdan bo'lsin ustozimizni. Gördüm hatınız ziba senemler, gördüm hatınız ziba senemler. Katlımga irkem yazgen rakamlar, katlımga irkemey yazgen rakamlar. Birem eylep bizge istemler, birem eylep bizge istemler. Eyrem eylemeysiz kaşi kalemler, rem eylemeysiz ey kaşi kalemler. Men yarını dilimen, sözlegende tilimen. Men yarını dilimen, sözlegende tilimen. İstese bülbülümen, şul yarım men yarım. İstese bülbülümen, ey şul yarım men yarım. Bağ içinde anardır, kız dese kız çabardır. Bağ içinde anardır, kız dese kız çabardır. Künyül ona kuştardır, şu yarım ben yarım. Künyül ona kuştardır, şu yarım ben yarım. Ağında bir gül açıldı, ağında bir gül açıldı. Turu bir can tur indi, turu bir can tur indi. Yar tapışar vaktin geldi, tur bir can tur indi, turu bir can tur indi. Yar tapışar vaktin geldi, tur bir can tur indi, tur bir can tur indi. Çin aşklar zulüm çeker, gözlerinden kan yaş döker. Çin aşklar zulüm çeker, gözlerinden kan yaş döker. Leblerin bal bile şeker, turu bir can tur indi, turu bir can tur indi. Leblerin bal bile şeker, turu bir can tur indi, turu bir can tur indi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Saçlarını yayıp şu kız geledi, lebi bal yüzleri kırmızı geledi. Gece gündüz gözüm giryan yoluna, bacalıktı aylar rengi oyuna. Gece gündüz gözüm giryan
gözlerin seni. Ay, aklım aldı kara gözlerin seni. Canım aldı şirin sözlerin seni. Aklım aldı maral gözlerin seni. Assalomu alaykum. Rahmatjon Qurbonovning muxlislari. Bu inson meni ustozim. Men mana hozir shu insonlar tufayli ustozlarimiz ichida eng birinchi men konservatoriyada menga birinchi dars bergan o'qituvchim mana shu Rahmatjon Qurbonov. Rahmatjon Qurbonov yaxshi pedagog, ham bir olim tabiat insonidir. Har bir qo'shiqni tahlili bilan, har bir she'rni mantig'i bilan, ma'nosi bilan tushuntirib o'rgatardi bizga. O'sha paytda meni yonimda mana dotsent Nur Muhammadjonov, biz hozir birga o'qiganmiz. Bular ham birga kirib mana shu inson guvohligida biz o'sha suvoralarni, bitta qo'shig'ini o'sha paytda yaxshi ko'rardik. Bu inson shunaqa ediki, Farg'ona yo'lidagi qo'shiqlarni ham chiroyli ijro eta olardi. Nafaqat Xorazm, faqat mana shu Farg'ona Chormaqomi haqida ham juda yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan inson edi. Bolalar juda yaxshi ko'rib o'rganishadi suvoralarni. Ayniqsa Rahmatjon Qurbonovni mana shu Mashrab g'azaliga aytgan qo'shig'ini hozirgacha ham har birinchi kursga kirgan bolalarga shularni o'rgatamiz. Shularni o'sha video tasmalarini qo'yib beramiz va bolalar mana shu bilan o'rganib, ular mazza qilib jon deb bu insonni qo'shiqlarini aytishadi. Ustoz ishlab ketgan, muzika rahbar bo'lib ketgan Xiva naqshlar ashulova raqs ansambli bo'lgan ilgari. Unda ustozni dadalar ham ishlagan. Shu ansambl hozir shu do'stlarimiz bilan birgalikda ijro qilib turibmiz. Men yana bir narsani bir chuqurlab ansamblda ishlab ijod qilgan san'atkorni yaratgan asarlari boshqacha bo'ladi ekan. Biz shu ansambl bilan borib gaplashib o'tib, bugun Rahmatjon ustozni falon narsasini ijro qilamiz desak, shu ansambl bilan qo'yganda hamma bolalar ikkilanmay aytib ketaveradi. Masalan, hozir Mastonalarga qo'shig'i hammamiz ijro qildik shu ustozdan keyin. Lekin birorta bir odam shu Rahmatjon Qurbonovni bir yetirib qo'ygan yerda sal yaqinan ijro qilib bilmadi. Eng qizig'iki, Mastonalarni yozayotganimizda Abduhoshim o'sha kuni qayergadir ketganda g'injaysiz yozdi. Ertasiga keyin Abduhoshim nalajeniya qilib ustidan o'sha Mastonalarni g'ijaydi, nalajeniya qilib chalgan. Mana bugungi kunda hamma viloyat aytadi Mastonalarga. Faqat Xorazm emas. Chunki u o'sha bugungi kundagi Tanavar yo'ldagi eng chiroyli qo'shiqlardan biriga aylanadi. To'g'rimi Ravshan aka? Ko'rsat jamoli Mastonalarga, ko'rsat jamoli Mastonalarga, ishqimda kuygan parvonalarga, ishqimda kuygan parvonalarga. Ben bilmiyordur, sen diyeceğim. Ben bilmiyordur, sen diyeceğim. Canım tesettür, cananeler ya. Canım tesettür, cananeler ya.
Oshin yaqin ostonalarga nazar shamil bechoralarga aytdingizki do'stlari juda ko'p bo'lgan, lekin yaqin do'stlar mana Surxondaryodan kelgan do'stlar bor ekan. Shularga Chor so'z akamiz, bersak. albatta bu Chor aka, marhamat, sizga so'z. Rahmatjon bilan biz 83-yil tanishganmiz. Qishloq xo'jaligi institutida o'qiganman. O'sha yerga uni oilasi o'qishga kirgandan keyin biz shu yerga borib qolgan. Bu yerda tanishib qolganmiz u bilan. O'sha kun kelib biz tanishdik, ertaga kelaman deb ketdi. Shu kun Suvota kunida, ertasi kun bozor kunida, bozor kunga borib o'zlarimizcha bozorlik qilib, bir ikkita palonlar, bu yerda parda palon bor edi. Hozir Qrimga ko'chib ketgan bir o'rtog'imiz Merketskiy Mahmud degan palon bor edi. O'shalarimiz chiqib borib bozorlik qilib keldik. Uni kelishidan bizni yodimizda ham yo'q. Shu osh qilib o'zimiz o'tirishimizga yopishdi. Keyin kelyapti. Bizni xonaga kiryapti, xo'p, osh qilindi, yeyildi, ichildi. Biz aytdik, boring, uni shu turmush o'rtog'i o'shanda unashtirilgan, lekin to'y bo'lmagan ekanda. Keyin bordi, yo'q, men bugun do'st uchun kelganman. Undagi do'stlikda kuchi, quvvati hech kimda yo'q, men ko'rganim yo'q. Mana shu biz bir hafta sizlashib, hurmatli, izzatli bo'lib yurdik. 7 kundan keyin to'xta dedi, men sizlamayman dedi. Ha, men siz sizlamasangiz men sizlayman bo'lmasa, yo'q, sen ham sizlamaysan. Shu kundan senga o'tib ketganmiz. Mana hozirgi kungacha, hozir mana 42 yil, endi past 43-yil ketyapti. Shu inson bilan do'st bo'lganimga, lekin hech qachon bunday bir tortishish, boshqa narsa bo'lgan narsa yo'q. ustoz menga aytganda, To'lqin, mana shu O'zbekiston Respublikasi bo'yicha bitta sensori degan mana shu Chor akang deb. 84-yil 22-martda uylandi. 21-martda menga men mashinam bor edi, mashinada yurardim. Bordikda bozordan ketishidan oldin bir to'yga yetadigan pasuda oldik. Chinni pasuda. Ana shuni dedi, olib borasan dedi. O'shanda Bekchanov Ne'mat degan bir xivalik bir yigit bor edi. Men Xorazmga bormaganman. Yo'lini ham bilmayman. Shu bola bilan o'tirib jo'nadik. Men mashinamda ikkalamiz o'tirdik, bagajga, arqa salonga boya pasudalarni otganmiz. Mashina rosa o'tirgan. Endi bitta ikkitamiz yerga 300 tami 400 tadan sotilganda charchab bordik. 1000 kilometr endi Toshkentdan Xorazmgacha telefon qildik keyin. Rahmatjon, men endi kelolmadim do'stim, xafa bo'lmaysan dedim. Sabab bo'lib qoldi, bora olmadim. O'zim Xivada o'tiribman. Shunda desam, o'tirib, meni ko'p planlarim bor edi-ku, men do'stim, sen nima bo'lishing kerak edi? Dedim, undan keyin nima qilyapti? Yana aytadi, Xivada bunday Toshkentda bunday ovoz eshitilmaydi dedi. O'sha paytda endi aloqa ham yaxshi bo'lmagan. Bu 84-yil 21-marti. Mart kunida bunday ovoz eshitilmaydi dedi. Baralla eshitganda endi ovozni telefondan. Keyin aytdim, sen yolg'on aytyapsan. Sen aldashni bilmading-ku deyapti. Keyin men aytdim, men Selg'oserniki degan joyda turibman. Men Ne'mat degan ukamiz bilan birga kelganman. Hozir 2 minutga boraman dedi. U Qasma posyolkasi yaqin ekanda, orasi endi 2 kilometrmi, 3 kilometrmi orasi. Zing'illab yetib keldi. Kuyov jo'ra bo'lganman. Biz rasmlarimiz ham bor edi, unda rasmlar ham hozirgidek rangli tasvirda emas, qora tasvirda, o'sha payt oq qora tasvirda. Do'stlik endi qora tasvir, shu rasm bor hali ham menda. Bir marta Surxondaryoga kelyapti, samolyotda uchib kelguncha shu ucha kelib yo'lda menga aytyapti, men senga bitta ashula yozib keldim o'zimcha, tayyorlab keldim deyapti. Surxondaryo Xorazm degan bir ashulasini nima qilib kelgan? Do'st uchun jondan kechadi Surxondaryo Xorazm. Bir daryodan suv ichadi. Surxondaryo Xorazm degan bir ashulasi bor. Shu narsani chorim, men sening uchun shuni yozdim. Aynan sizga bag'ishlagan. Aynan menga bag'ishlab o'sha kun kelib aytyapti. Chunki uning do'stligimiz bizda juda qattiq.
deryada su içedi Surxan derya Xorazm Durmuş üçün candan keçedi Surxan derya Xorazm Keng dostlar Mekke'deyim İki yurtun destanım Alemde meşhur babamız Baklava mahluktan Yerine dikirken Temiz babam kelamım Kabul eyleyin dostlarım Xorazm'im salamım Bir deryada su içeri Surxan derya Xorazm Dost üçün candan keçedi Surxan derya Xorazm Surxondaryoga borsa, hozir mana Ravshanbekka aytib turibman. Meni uyimga, meni ko'rmasdan hech qaysi bir to'yga bormagan. Surxondaryo xalqi ham Rahmatjon juda sevib tinglaydi. Do'stimni joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Alloh uni rahmatiga olgan bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, yaqinda o'zbek san'atining mashhur hofizi Rahmatjon Qurbonov olamdan o'tdi. Biz yoshligimizdan ustoz Rahmatjon Qurbonovning qo'shiqlarini tinglab voyaga yetganmiz. Ustozning joyi jannatdan bo'lsin. Shu ustozga atab bir xotira terma aytib bermoqchiman. Hay yare Xudaya Kamiljon akaning izdoshi edi Otajon hofizning yeldoshi edi Ortiljon bulbulning yo'ldoshi edi Ay Xorazm yer bulbulidan ayrıldı Seyreterdi çalganı da torunu Dostum dedi şirabatlı çarını Ey şunda gördüm hafızlardan zorunu Çare ekem Rahmatjondan ayrıldı Davudi ovozni Allohim bergan Saharlab turganda Xizrni ko'rgan
Ey şıl bayis el arada ömrünü sürgeyin Hudaya Ey el halkın bulbuludan ayrıldı Məngi berdi ağanına könülü görsün Tor çelip devrede vurnunu bassın Ben senin dostlarına kulaçın casın Dargayı Ey köhne dünya rahmet candan ayrıldı Şadman oytar cayın cennetten bulsun Ey məngi berdi oğlun özünde girsin Rozgarların həmişə dostat olsun Yeli yurtun hafızıdan ayrıldı U kishi bu fidoyilik. U kishi hech qachon xarakterida birovdan qarz bo'lishni xohlamasdi. Men Hindiston safarida bo'lganimda Rahmatjon Qurbonov bilan do'stmiz. Kelishimda do'stim Santosh Kumar menga bir setor sovg'a qildi. Men uni olib keldim, uyga turdi bir 6 oy. Keyin do'stim Rahmatjon Qurbonovga shuni sovg'a qildim. U torni olib ketdi. Setor juda katta narsa ekan. Olib ketdilarda bir o'tirishimizda doim uchrashib turardik. Har oy u kishi Toshkentdan Xorazmga, Xorazmdan Toshkentga o'tganda uchrashib turardik. Shuhrat To'xtayevich, siz meni qarz qilib qo'ydingiz degan gapni aytdi. Men aytdim, qanaqa qarz, og'a? Men tushunmadim desam, siz menga bir juda qimmatbaho narsa setor sovg'a qildingiz. Nima qilsam qarzni uzaman dedi. Men aytdim, siz bilan meni oramda qanaqa qarz bo'lishi mumkin? Meni shuncha to'ylarimda, yaxshi kunlarimda kelib xizmat qilyapsiz desam, to'xtang dedilar. Siz ham kasbingiz bo'yicha men bilan shug'ullanyapsiz, men ham kasbim bo'yicha xizmat qilyapman. Uni aralashtirmang. Riski. Qaradim, foydasi yo'q. Ha, bo'pti, bo'lmasa yarim hazil, yarim chin qilib torga tor berasiz dedim. Shunday bir tor beringki, meni uyimda turadi, o'zim ishlatmasam ham kelgan mehmonlar ishlatadi, savobi siz bilan menga tegadi, qolaversa bizni nevaralarimiz, farzandlarimiz eslab siz bilan men do'stligimizni ramzi sifatida bu narsa qolib ketadi. 2 oy, 3 oydan keyin bu kishi Buxoroga tashrif buyurdilar, telefon qilardilar. Buxoro taomlarini yaxshi ko'rardilar. O'tirib ovqatlanib bo'lgandan keyin Ikrom borib torni olib keldilar. Ikrom borib torni olib keldi, bir ajoyib tor. 2 ta ashula aytdilar. Keyin ashula tugagach, torga qarab turib, Shuhrat To'xtayevich, mana shu torni sizga sovg'a qilib ketaman. Yozdirganlar. Bu torni oxirida bir temirdan naqa bo'ladi. Shunga Rahmatjon Qurbonovdan shu do'stim Shuhrat To'xtayevichga Tong nomli tor sovg'ada. Har bir torga u kishi nom qo'yardi. Birorta san'atkorda men bu narsani ko'rmaganman. Har bir shamol, jannat, tong shunaqa torlarni qilardilar. Men Rahmatjon Qurbonov bilan avvalo bir davrda yashaganimdan, ham nafas bo'lganimdan, ham suhbat bo'lganimdan, qolaversa muxlis, keyinchalik esa shifokor va do'st bo'lganimdan faxrlanaman va g'ururlanaman. O'zi torni yaxshi ko'rar ekanlar deb boshidan yoshliklarida. Albatta. Hali nom berishlarini ayting. Hech kim nom bermagan bu torlarga. Har xil nomlar berib, o'zlari yaxshi ko'rgan shogirdlariga ham taqdim etar ekanlar. Albatta, shu ustozni endi men opam bitta hech esimizdan chiqmaydigan bitta odati bor edi. Shu torlari o'ziga juda haligi yaqin do'st bilib, torni juda yaxshi ko'radilar. Shuning uchun
man o'ylaymanki har bitta torni o'zini hali ohangiga qarab nom qo'yganlar. Misol uchun bulbul degan torlari, shamol yoki bo'lmasam boshqa darvish degan torlari bor. Hozir to'rqlik ham aytdilar-ku, tong, jannat. U ham behuda emasdan shu ohangni qaysi torda qanaqa haligi ohangni ruhiy tomonlama sezgan bo'lsa, shunga moslab qo'yib olgan deb o'ylayman-da. Ustozni shunaqa bir jihatlari endi serqirra ijodkor bo'lgan ekanlar. To'lqinjon qarang, Rahmatjon Qurbonovning san'atlari yashamoqda. Hamon yashamoqda. Ko'z o'ngimizda mana hozir guvoh bo'ldik. Albatta, keling opa, bo'lmasam hozir ko'p yillar shu ustoz bilan birgalikda bir sahnada ijod qilib, bir xalqimizni yaxshi kunlarda birga xizmatida bo'lgan, o'zlarini yonlarida ko'p yillar xizmat qilgan yelkadosh bo'lib, mana shu raqqosa opamiz bor, Zamira G'apporova. Shu kishiga ham bir shirin xotiralarni bir bo'lishsalar. Birinchi rukovodитель Lazgi ansambldagi Ravshana Sharipov meni oldi. 86-dan boshlab ishlaganman. Keyin Ortiq aka ishlaganman. Ortiq aka bilan Rahmatjon aka taklif qilishdi. Rahbar bo'lib ishlaganlar. Menga aytishdi, Zamira, menga shu yallaga o'ynaysan, men bilan borib, ana shunaqa deb konsertdan qatnashib, mayli deb qo'ydim. Men bora biz endi chet elga borib yurganmiz ancha. Shu chet elda bizani juda ham taklif shunaqa yaxshi kutib olganlar-da, Lazgi ansamblni. Turkiyada chapak chalib, o'shani Rahmat aka ashula aytib, Turkiya, O'zbekiston deb ashula aytdi. Shunaqa zo'r zavqlab ketdilar hammasi. Kitay, Iordaniya, Tunis, Koreya oyoq bilan tepishdi-da, chiqsin deb, yana chiqsinlar deb. Mana shunaqa bo'ldi-da. Ura bo'lganda bizani Lazgi ansamblimiz. Esdalik ham qoldi. Ancha zo'r ishlarimiz o'tdi. Eslab turaman, yoshligimni ham eslab turaman. Xudo rahmat qilsinlar. O'sha damlarni eslab turaman. Rahmatjon akani ishlari ko'p edi. Isho izlanishda bo'lardi-da. Yoshlarga bersin deyapman-da. Shuni Rahmatjon akani yo'llari bilan bersin sizlarga, hammalaringizga. Rahmat. Alma yüzlü yarım kavmetinden alifetti alıp sabri karavrim acayip alifetti alıp sabri karavrim acayip alifetti Kanda güzelle tavbat aklım alır Kanda güzelle tavbat aklım alır Kiprigi kavşay Kendi balik etti Kiprigi kavşay Kendi balik etti Ferhat sen ol şiirin aktardı birin Ferhat sen ol şiirin aktardı birin Tav işkin damayim emrim mahalik etti Tav işkin damayim emrim mahalik etti
fazilet Uygattı minde cüret Hay hay nüsük fazilet Uygattı minde cüret İki ejder baybet Aklımdan alıp gitti Kalam kaşlı sana bel Sözüdür ya beraber Kalam kaşlı sana bel Sözüdür ya beraber Lali lebi de şeker Diller bağlı tepki Aziz tomoshabinlar, Rahmatjon Qurbonov ijodi shu qadar serqirraki, u haqdagi xotiralar ham bitta ko'rsatuvga sig'masligi tabiiy. Shu sababli Hofiz haqidagi suhbatimizni kelasi ko'rsatuvimizda ham davom ettiramiz. Ko'rishguncha azizlar, omon bo'ling. Sıfırdan kildi Tükenedim intizar Sümbül saçını tartar Karşılığını alıp gitti Görmeyen zalim Terbite yürüsün Görmeyen zalim Terbite yürüsün Kasıb yarın cemalim Ayğam salip etti Kasıb yarın cemalim Ayğam salip etti Alma yüzlü yarım Kavmetinden alip etti Alma yüzlü yarım Kavmetinden alip etti Alıp sabri kıravrim Acayip alip etti Alıp sabri kıravrim Acayip alip etti Alıp sabri kıravrim